Ko'pchilik CLS ko'rganda dizayniga qarab turib laqabini gapiradi. Lekin bu mashina o'zini davrida xotira qoldirgan. Yangicha dizayni bilan. Dizayniga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, tarixidagi birinchi 4 ta eshikli kupe variant. Bu chiqqanidan keyin Audi A7 ni ishlab chiqardi. BMW bo'lsa Grand Coupe ni ishlab chiqardi, chunki bu ularga yo'l ochib berdi. Bu dizaynini Gordon Wagner degan odam chizib bitirgan. Keyinchalik bu odam dunyodagi eng qimmat, millionlab dollar turadigan yaxtalarning ham dizaynini chizgan bo'ladi. Alohida e'tibor bering. Hozirgi kunga kelib qarasangiz, juda ko'pchilik bu mashinalarni Xitoyda power banklari bilan solishtirgan. BMW, Mercedes, Audi 100 yillik tarixga ega mashinalar. Qayerdagi bir kecha chiqqan mashinalarni bularga solishtirish bu butunlay noto'g'ri. Men o'zi Mercedesni, BMW va Audi'ni fanat emasman. Men o'zi GDM mashinalar fanatiman. Lekin bularni men juda qattiq hurmat qilaman, chunki aytganimdek katta tarixga ega. Aynan bu kuzov S-klass bilan Y-klassni birlashtirgan, sport va komfortni birlashtirgan tachka bo'ladi. Akalar kommentariyalarda doimo BMW va Mercedes fanatlari o'rtasida har xil konkurensiyalar bo'ladi. Bir-birini onasidan, otasidan ham so'kishib yuboradi-da. BMW, Mercedes, Audi hammasi o'ziga yarasha eng zo'r mashinalar. Avvalo sotib olib haydanglar, lekin bir-birlarini onanglardan so'kmanglar. Shu narsani sizlardan so'rab qolaman. Bu videoni olishda bizga Premier Service juda katta yordam berdi. O'tib obuna bo'lib qo'ysalar bo'ladi. Andijonlik akalar, inomarkalar uchun eng yaxshi xizmatlar o'sha yerda bor. Kommentariyada yozib keting, sizni tanlovingiz qaysi? Mercedes, BMW, Audi.